Hamma telefon podpichilarimga do'stlar, bilasizlar, men ot bilan safarimni bugun 5-kuni Haqlobodga yetib kelganmiz. Bugun 27-mart do'stlar, kechqurun bo'lyapti. Hozir bu videodan keyin jonli efirda boshlaymiz va jonli efirda mana shu 3 ta telefonni menga obuna bo'lgan podpichilarimga berib yuboraman va tarqatib tashlayman. Ertaga ot bilan ketib turganimda ham 2 ta telefonni o'ynayman va kechqurun yana telefonlarni jonli efirda o'ynab ketamiz do'stlar. Hammasi bu podpichilarim uchun do'stlar. Obuna bo'lib kuzatuvchilaring bo'ldi. Yo'ldagi voqealarni sizlar ham ko'rib ketsalaring, o'zlaring yaxshi bo'ladigan umiddaman do'stlar. Bu qiziq voqealarni sizlar kuzatuvchilaring bo'ldi, qo'yib ketaveraman. Biz ertaga inshaalloh Andijonga kirib boramiz. Andijonliklar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, bemalol hamkorlik telefon olib bersalaring bo'ldi. Biz reklama qilib sizlarni padeshab ketamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Xullas, davlat do'stlar, obuna bo'lib jonli efirga kelinglar. Hozir biz jonli efirda boshlaymiz va 3 ta telefonni shundan berib yuboramiz mana. Ko'ryapsizlar, yangi. Davay do'stlar, hammani kutib qolamiz. Men ham hammaga podpiska qaytaryapman. To'g'ri, hammaga emas, lekin chiqqaniga kuniga 50 ta, 20 ta odamga qaytarib tashlayapman. Bemalol qaytaraveringlar do'stlar. Davay, let's go. Boshladik efirda.